Tavrot qaysi payg'ambarga berilgan? To'g'ri javob: Muso alayhissalomga. Payg'ambarimiz ilk tijorat safarini qayerga qilganlar? To'g'ri javob: Shomga. Dovud alayhissalomga qaysi kitob berilgan? To'g'ri javob: Zabur. Qur'onda eng ko'p oyat qaysi qavm haqida? To'g'ri javob: Isroil o'g'illari. Iso alayhissalomga qaysi kitob berilgan? Bu savolga javobni kommentariyaga yozib qo'ying. Ilk hijrat qayerga bo'lgan? To'g'ri javob: Habashistonga. Yusuf alayhissalom qayerlik bo'ladilar? To'g'ri javob: Kanonlik. Baytul Maqdis qayerda joylashgan? To'g'ri javob: Falastinda. Ibrohim alayhissalom qayerlik edilar? To'g'ri javob: Iroqlik. Hazrati Umar davrida islom markazi qaysi shahar edi? Bu savolga javobni kommentariyaga yozib qo'ying. Onda alohida eslatilgan kun nomi. To'g'ri javob: Qiyomat kuni. Eng qisqa sura qaysi? To'g'ri javob: Kavsar surasi. Ilk oyat payg'ambarimizga necha yoshlarda tushdi? To'g'ri javob: 40 yoshda. Qaysi sura chumoli degan ma'noni bildiradi? To'g'ri javob: Naml surasi. Qur'on necha poradan iborat va eng uzun sura qaysi? Bu savolga javobni kommentariyaga